11 ayının 27 günü Peyşembe günü Amerika Kengaş Palatası birinci bulup Xitayning prezidenti Xi Jinping ve Xi Jinpingning çumakçıları üstüden ağır jaza yürgüzüş loyihasini o'ttirib qo'ygan. Xitoy taraf bu xabardan xabar topgandan keyin Xitoy hukumatida yatavergandek vaziyat yuz berib, Amerika davlatiga darhol elektronlik xat yo'llanmasini yo'llab, Amerika davlatining Kengash palatasi bunda qarordan darhol keyniga yenishni va Xitoy hukumatining qattiq g'azabga kelganligini bayon qildi. Amerika Kengash palatasining a'zosi Holli efendim atalmış Şinjan'da yüz bergen Xitoy hukumati ilib borgan inson qalbidan chiqqan harakatlarga birdan-bir sababchi bo'lgan Xi Jinping va Xi Jinpingning qo'l chumoqchilari ustidan qattiq jazo berish to'g'risida loyiha sungan. Amerika Kengash palatasining a'zosi Holli efendimning sungan loyihasida Xi Jinping hukumati va uning qo'l chumoqchilari atalmış Şinjan'daki Uyg'urlar ustidan va boshqa millatlar ustidan irqiy qirg'inchilik ilib borgan va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan. Hamda Xi Jinping qatorliq bir turkum odamlarni javobgarlikka tortish o'tirib qo'yilgan loyihada yana Xi Jinping hukumatiga Magnitsky jazo berish, hatto Xitoy amaldorlarining butun dunyodagi mol-mulklarini to'ntish, Xitoy amaldor qotillarni Amerika ziminiga dasatmaslik hamda Amerika hukumati va Amerika istixborot organlari o'zaro kelishim hosil qilib, qarorlik shaklda Amerika kongressiga doklad yo'llab turish, hatto tizimlikdan qilib qolgan Xitoy hukumat amaldorlarining Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik ilib borgan Xitoy amaldorlarini mo qezib chiqish. Holli efendimning bu loyihasi jiddiy muzokara qilinmoqda. Lekin Amerikada turishliq Xitoy bosh elchixonasining Amerika hukumatiga sungan norozilik xatida Amerika hukumati Xitoy Kommunist partiyasining 20-navbatlik qurultiyining yuziga qarshi surkidi. Xitoy hukumatining ichki ishlariga aralashganlik. Holli efendim qapshurak holda Xitoy hukumatining yuqori darajalik amaldorlariga jazo yurgizish bu bir tutdan Jungo Kommunistik partiyasi va Jungo xalqining o'rtasida ziyo sanmoqchi. Hamda Holli efendimga shuni talab qilamizki, bu loyihasidan voz kechish kerak degan mazmunda Amerika hukumatiga norozilik xat sungan. Holli efendimning Xi Jinpingning ismini aniq qilib yozilgan loyihasi Xi Jinping va Xi Jinping hukumatining jon tomiriga tekkan.